50 ming so'mga salonimizga kirib, nimalar xizmatdan foydalanishingiz mumkin bo'lganini sizlarga aytib o'taman. Matluba Style 50 ming so'mga nimalar xizmatingiz kiradi? 50 ming so'mga sochlarimni yuvib, klendim chiroq va listida qilib olaman sochlar. Uzun katta soch farqi yo'q. Rahmat sizga. Siz 50 ming so'mga nima xizmat ko'rsata olasiz? Men soch bo'yab, strижка ukladka qilib qo'yaman. Sizga nail qarshi 50 ming so'mga nima xizmatlaringiz kiradi? Shlaksiz manikyur qilib qo'yaman. Mahalla stilist. Siz 50 ming so'mga nima qilib berasiz? Sochlarini yuvib, ukladka qilib, qoshlarini terib, bonusiga bo'yab ham qo'yaman. Rahmat. 50 mingga nima xizmat ko'rsata olasiz? Sochlarini tekislab tarab, mashinka bilan kesib qo'ya olaman. Rahmat. Chaqnoza 11. 50 ming so'mga nima xizmat ko'rsata olasiz? 50 ming so'mga lazerli epilyasiya xizmatlarini qilib bera olamiz. Rahmat. Hammani kirib keladigan Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Salonimizda kutib qolamiz.